Vodiyda yirik narko guruh a'zolari ushlandi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Andijon viloyatida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvida bo'lgan Lacetti rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib tekshirilganda, mashinada 4 nafar shaxs borligi va ularning shaxsiga aniqlik kiritilganda, 2 nafari sotuvchi, 1 nafari iste'molchi va yana biri tashuvchi ekanligi va ushbu uyushgan narko guruh 2021-yildan buyon faoliyat yuritib kelishi, 1 yilda o'rtacha 40-50 kilogramm narkotik moddalarni tarqatganligi, asosan Andijon va Farg'ona viloyatlarida faoliyat yuritganligi ma'lum bo'ldi. Avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda o'rindiq pastki qismida 1 kilogramm og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositasi yashirilganligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi. Mazkur giyohvandlik vositasi manbasini aniqlash maqsadida tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Ta'kidlash lozimki, ba'zi fuqarolar muqaddam giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan bo'lsalar-da, o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Qo'qon shahrida o'tkazilgan nazorat ostida olish tezkor qidiruv tadbiri natijasida muqaddam 4 marotaba Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan sudlangan 1974-yilda tug'ilgan shaxs shartli xaridorga 1 kilogramm gashish giyohvandlik vositalarini 12 ming AQSh dollari evaziga sotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinib, ashyoviy dalillar hujjatlashtirib olindi. Shuningdek, uning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda oshxonasidan 59 dona polietilen paketga o'ralgan jami og'irligi 150 gramm bo'lgan gashish hamda 1 gramm opiy giyohvandlik vositalari aniqlanib, hujjatlashtirib olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Qorabozordagi taxminiy narxi 400 million bo'lgan jami og'irligi 1 kilogramm 151 gramm gashish va opiy giyohvandlik vositalari olindi. Holat yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Muqaddam 4 marotaba Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan sudlangan 1963-yilda tug'ilgan shaxs va uning jinoiy sherigi 1972-yilda tug'ilgan fuqaro bilan birgalikda boshqaruvda bo'lgan Hyundai Tucson rusumli avtomashinasida shartli xaridorga 1 kilogramm gashish va 100 gramm opiy giyohvandlik vositalarini 21 ming AQSh dollari evaziga sotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinib, ashyoviy dalillar hujjatlashtirib olindi. Lavhada ko'rsatilgan narko guruh a'zolari 2000-yildan buyon narkotik savdosi bilan shug'ullanib kelgan. 4 marotaba sudlanganligiga qaramasdan o'zlariga tegishli xulosa chiqarishmagan. Bu safar qonun ularni kechirmaydi. Narko guruh a'zolaridan olingan og'irligi 740 ming dozani tashkil qilgan bu og'u yurtimizda 740 ming nafar yoshlarni zaharlashi mumkin edi. Ogoh bo'ling, o'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang.